Qodir quloq. Qo'shni yaxshimisiz? Anaqasi yo'q. Ko'rdingmi? Qizim Koreyada o'qishni bitirib keldi. Tabriklayman. Ming bor uzr qizim. Endi naryoqlarda o'qish sanga emas-da. Bechora otangni kasriga qolding-da. Jam, kulmanglar. O'zi taqdir bularning ustidan kulib o'tiribdi. Aka, hazil Qodir quloq. Men qara. Bilaman, yozgi chillasida orqang shunaqangi kuyyapti. Ana chaqaloqlarni ko'tarib surtadigan pritsepka bor-ku. O'shani surtgan achimaydi. Davay Qodir quloq. Nima qilyapsan? Nima qilyapsan? Butun mahallada bizning oila gap so'z. Yasha qizim. Voy, yaxshimisiz? Qizingiz Koreyada o'qiydigan sovchilikka keldik. Qodir quloq, bizning uyga o'sha sovchilar kelyapti. Sanki kelmayaptimi? Kelmaydi hamda. Qizingiz o'zi qaysi institutda o'qiydi? Texnologiya fakultetiga joylashgan kollaboratsiya mexanizatsiyaga kiritilgan kitobning qizil mamlakatiga kirib ishlaysiz. Ana ko'rdingizmi? Ismi esingizda qolmaydi. Qizingiz bitta qarsha gapirib bersin, maktabda dars berardi-da. Qarsha gapir. Angli mehrimi? Tojikcha gapiryapsan, qarsha gapir deyman. Junsang, Jumon, Oshin. Tangem. Bizga qizingiz yoqmadi. Ketdi, qarang. Voy, antda qizim bir ekan. Nima yoqmaydi, aka? Qanaqa gapiryapsan? Faqat Koreyada kino ko'rdingmi, nima bor? Hey! Qizim, siz qayerda o'qigansiz? Avvalambor so'zimni assalomdan boshladim. Assalomdan boshladimmish. Yersirama o'l. Men Toshkent Perfect universitetida o'qiyman. Kontraktlari ham arzon. 8 million so'mdan boshlanadi. 1,5 ming kishilik yotoqxonasi ham bor. Har bir talabani o'zlari ish bilan ta'minlab berishadi. Bo'ldi, men sizni kelin qilaman. Xolajon, men ham so'z boshimni avlodimdan boshladim. Nimada? Assalomdan. Voy, menga yoqmadi. Ha, qo'shni. To'rinur, Suxoy. Boshlandimi? Ya. Yomonam yonyapti. Choy qaynadim bolam. Yo'q-da, ular pastga qilyapti-da. Ada Qodir quloqni qizi zo'r o'qishga kiribdi-da. Eslatma shuni. Orqa zo'r yonyapti-da, choy qaynayapti.